Obunachilar, bu Nupro Hacker va Altmomoning ikkinchi qismi bo'ladi. Agarda birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, o'tib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hacker, sening uzun uyingni ko'rishni boshladim. Bu yerda sandiqlar nima? Sandiqlarning ustidan sakrab o'tish kerakmi? Bu sandiqlarda hech nima yo'qmi? Qanday o'tib olsam ekan? Jonni yaxshilik ketyapti. Oh, oltin olma. Buni tezda yeb olish kerak. Va olg'a sekin o'tmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa o'lib qolishim mumkin. Tezroq, astagina. Qani? Nega o'tmayapti? Hacker nimalar qilib tashlagan? Yaxshi, bittasidan o'tib oldim. Bir dona qoldi keyingi xonaga. Obunachilar, tezroq o'tib olmasam bo'lmaydi. Oltin ham kam qolyapti. Tezroq o'tib olishim kerak. Sakra. Ilinib qolsa bo'lib, ana bu xonasidan va birinchi xonasidan hakkerni o'tib oldik. Va portal quroli bilan o'tishim kerak ekan bu yerdan, adashmasam. Portal gun deb xat taqib yozib qo'yibdi. Qani? Adashmasam shu yerga bitta va bu yerga yana bitta va biz nega qaytarib yuboryapti? Jin ursin. Nega bunday bo'lyapti? Qani? Ikkinchisini qo'yib ko'ramiz va yana bitta. Endi o'xshasa kerak. Qani? Nega bunday bo'lyapti? Minecraftda qotishlar bo'lyaptimikin? Men hozir buni to'g'rilab chiqmasam bo'lmaydi. Men buni o'ylab topdim. Bu tepaga qo'yishimiz kerak ekanmiz, adashgan ekanmiz. Biz bu xonasidan ham o'tib oldik. Do'stlar, kommentda qaysi uy zo'r chiqqanini baholash esdan chiqmasin. Bundan oldingi videolarda noob yutkazi deyapti. To'ralasi ham chiqqan ekan, baholanglar. Hali yana ikkita bor edi. Men parkurda master bo'lganman. Bu parkurlar men uchun ish emas. Osonlik bo'yicha o'tib oldim. Endi keyingi xonaga tushsak bo'ldi. Va biz bu yerda yana portal gundan foydalanishimiz kerak. Tepaga bitta qo'ysak, oyog'imiz tagiga yana bitta. Biz bu yerdan o'tdik, obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Adashmasam biz hakkerni ham tuzoqlardan o'tib bo'ldik desam, yo'q. Bu yerda qandaydir kirga temirlarni sindirib ko'ramiz. Tez bo'lmasa bo'lmaydi. Juda ham qiziqib ketyapman. Qandaydir antikvar narsalar bilan bezab tashlagan hacker. Tez sindir endi cho'zmasdan. Qani? Portaldan tezroq foydalansam bo'lardi-ku. O'tib olmadik. Bug bo'lyapti yoki to'sib qo'yib qo'ygan. Hacker shunchalik ham aqlli bo'lasanmi? Va biz ilojini qildik oxiri ham. Bu oxirgi xona bo'lsa kerak. Qandaydir radiolar bilan chiroyli qilib bezatgan. Oh my god! Bu yerdagi hammasini yig'ishtirib olishim kerak. Menga juda ham zarur narsalar tepada esa har xil qurollar bor. Ularni hammasini olib ketmasam bo'lmaydi. Bu qurollar aynan men uchun qilinganga o'xshaydi. Qishloqda bir ikkita o'zidan ketganlar qo'rqitgani kerak bo'ladi. Endi biz keyingi uyga o'tishimizdan oldin sizlar kommentda o'z izohinglarni qoldiringlar. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bunday qandaydir chiroqlar o'ta ham dekoratsiya bilan turar ekan. Lekin rangi menga unchalik yoqmadi. O'zingizlar bilasizlar, biz endi keyingi uyni baholashga ketishimiz kerak tezroq. To'xtanglar, nima bo'ldi? Uy sinyaptimi? Bu qanaqa qurol ekan? Obunachilar. Bunisini ham ishlatib ko'ramiz, qani? Ishlamadimi? Qandaydir antikvar narsalar. Arrami? Voy dahshat. Hakkerdan buni kutsa bo'lardi albatta. Biz tezroq buni uyini ko'rgani keldik. Oltimovo, sizning uyingizni ko'rishni boshladik. Bu yerda qandaydir. Adashmasam bu uy eng qiyini bo'lishi kerak. Asta-sekinlik bilan o'tmasak, lavalarga tushib ketib qolishimiz mumkin. Birinchi xonadan o'tib oldik. Endi bu yerda nima qilsak bo'lar ekan? Yopiq eshik, qandaydir richakmi yoki tugmami kerakmi? Bu yerda suvmi? Bu yerga albatta tushib ko'rishimiz kerak. Qandaydir narsalar. Sandiq bormi bu yerda? Kalit. Qandaydir kalit. Adashmasam bu eshikning kaliti bo'lishi kerak. Tez chiqishimiz kerak bu yerdan.
jon ketyapti. Tezroq faqat. Kalitni olib chiqdik. Shu eshikni ochsa kerak. Albatta. Biz yana bir xonasidan o'tdik Oltimoboning. Bundan keyin esa qandaydir har doimgidek parkur. Men parkur master bo'lganman desam ishonmaysizlar. Hop. Yana bitta qoldi va tepaga qanday chiqsak ekan endi? Biz bu yerdan o'tib ko'ramiz. Labirintmi? Do'stlar, qandaydir labirint bu. Asta-sekinlik bilan yurmasam tuzoqlar bo'lishi mumkin. O narvon va biz boshqa xonaga o'tganga o'xshaymiz. Sandiqda oltin kirka. Biz bu resurslarni qazib olishimiz kerakmi? Daraxt nega kerak? Ya'ni yog'och. Oltin kirka nimani qazib olsak ekan? Bu resurslarni hammasini qazib chiqishimiz kerakmi? Ey xudo. Necha soatda tugataman bu ishni men? Ozgina va biz yana keyingi xonasiga o'tib oldik. Va biz bu yerda nima? Adashmasam bular nima? Men uchun qo'yilgan narsalarmi? Shu xolosmidi? Obunachilar nega bunchalik tez? Shuni ham oson o'taman deb o'ylamagandim. Komment o'zingizlar fikringlar qoldirish esdan chiqmasin. Men bu yerni shipshidon qilib yig'ishtirib olaman hozir. Bu yerda eng keraklini olib qo'yganlari qoladi. Menga eng yoqqan uylardan o'zimning fikrim bo'yicha hacker bilan Pronika bo'ldi. Oltimoboniki yaxshi-yu, unchalik zo'r yoqvormadi. Komment izohlar qoldirish esdan chiqmasin. Do'stlar, like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Bunaqa qiziqarli videolar har doimgidek Interesting MC kanalida bo'ladi. Xayr, sog' bo'ling.